Assalomu alaykum. Mana bugun zar Ka'batullohga 3-marta 3-kun kelib 7 marta aylandik. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Xalqimizni duo qildik. Prezidentimizni duo qildik, yurtimizni tinchligini tiladik. Hammani shu yerga kelib, mana shu payg'ambarimizni mana shu Ka'batullohni kelib tavof qilishlarini tilab qolaman. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Men shu yerga kelib qisqagina she'r yozdim. Shuni baribir o'qib ketmasam armonda ketishim mumkin. Dunyo ekan aslida bir kam, umring o'tdi buni bilmading. Bolam dening sugra nabiram, sen umraga nega bormading? Bo'ldi endi tashvishlarni qo'y. Niyat qilib sen umraga bor. Duo qilgin o'tganlaringni, boshing urib Ka'batullohga, ko'zingga surt devorlarini. Omon bo'linglar azizlar. Yaxshi kunda uchrashguncha sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga.